Bir kuni ertalab bomdod namoziga shoshib keldimda, namozni o'qib chiqdim, bir joyga borish kerak edi. Qarasam, yangi kalachimni birov kiyib ketibdi. O'rniga aqlxonaga kiyilgan chegalari tezak bir kalachni qo'yib ketibdi. Xudoga shukr, qo'yib ketdi shuni dedimda, o'sha tezak tekkan kalachni, kavushni kiyib olib boradigan joylarga bordim dedi. Ya Alloh, Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Bu kavushni, yangi kavushni kiyib ketgan uyati yo'q. Salovatni aytaman. Peshin bo'ldi. Endi peshin namozidan keyin qo'yib qo'ysa kerak deb chiqsam yo'q. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Endi yig'lashni boshladim. Nahotki men salovat aytayapman, kavushim topilmasa ya. Odamlarga aytaman, o'zim shu narsalar boshimga tushdi. Meni salovatim qabul bo'lmayaptimi? Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Asr bo'ldi, yo'q. Kalashdan darak yo'q. Hayolim joyida emas, yig'layman. Nimaga yig'layapti? Kalachigami? Nimaga? Salovat aytayapti, topilmayapti. Shom bo'ldi, xufton bo'ldi. Uyga xomush bo'lib kirdim. Yurib kelaman, har qadamda Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Kun bo'yi aytdim, ha Robbim, salovatlarim qabul bo'lmadimi? Eshikni ochdim, Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Keldim, Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustimdagini yechdim, o'tirdim. Kelinim choy olib keldi, ovqat olib keldi, ovqat yeyapman. Bilinib turibdi, xomushman. Ha dedi. Boryapsizmi dedi. Yo'q, qizim. Dedimda voqeani aytib berdim dedi. Aytdim, voy dada, ertalab shoshib o'zingiz aqlxonaga kelgan kavushni kiyib ketibsiz. Mana yangi kavushingiz. Mana yangi kalachingiz. Ya Robbi, Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Ey birodarlar, men almashtirib kiyib ketganim yo'q. Men kun bo'yi salovat aytdim, Alloh uni topib berdi, deyapti.